не силой оружия, но добротой и любовью должно нести веру христианскую людям. Так завещал нам Иисус Христос. Так учит церковь православная. Ul ayta, Isa payg'ambar nasroniylikni qurol kuchi ila emas, mehr ila olib boruvga qo'shgan ekan. Переводи, толмач, для делегации туземцев. Мы привнесли в Туркестан истинную веру. Отныне все вы будете находиться под покровительством Российской империи. Вам станут доступны все блага прогресса и просвещения. Вас научат русскому языку, научат работать на фабриках и заводах по переработке хлопка во имя интересов Великой России. Но все это будет доступно покорным туземцам. Особо подчеркни, толмач, покорным. Oliy hazratlari, men o'z yerimda tinchgina ketmon chopib ishlayotgan edim. Lekin yerimizga bostirib kelgan askarlaringizni qilgan ishlarini sha'nimizga haqorat deb bildim. Еще великий завоеватель Александр Македонский прошел со своими войсками по вашей богом забытой земле. И если мне не изменяет память, ваш поэт Алишер Навои воспевал его в своей хамсе. Iskandar Zulqarnayn ayta. Ya tavba. O'zlarini Iskandar Zulqarnaynga tenglashtiryaptilarmi? Shulay. Oliy hazratlari, Kamina Ismoil qozi ulug' Rusiyani xizmatiga o'z jonimni fido qilishga tayyorman. Bog'larimiz, daryolarimiz, dalalarimiz, bor boyligimizni poyingizga qo'yishga rozimiz. Он выражает преданность и покорность. Bizni xalqimiz qadimdan ilmga intilib kelgan. Agar shunday yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsangiz, qadamingizga hasanot, faqat qon to'kilmasin. O, Iskandar Isoniy, biz oq podshoga itoat qilamiz. Qirg'inbarot urushsiz bo'yin sunamiz. Hoki poyingizni ko'zimizga surtamiz. Terrorlangan. Bularni oyog'i ostiga yiqilib, itga o'xshab yaraqlanma. Действительно, не стоит так унижаться. Великая Россия пришла сюда, в Азию, чтобы из вас, сартов, сделать цивилизованных людей. Biz bu yurtga sizlarni odam qilish uchun kelganmiz deylar. Bundan chiqdi, bizni odam qatoriga qo'shmas ekanda. Аудиенция закончена. Qabul tugadi. Sizlarga javob. Ha bu qanaqa bo'ldi? Axir biz arz bilan kelganmiz. Ha javobi nima bo'ladi? Pas qiling. Chiqig'iz. Ha javobi nima bo'ladi axir? Agar hozirdan shunaqa bo'lsa, keyinchalik nima bo'ladi? Стойте, люди! Люди, остановитесь, люди! Опомнитесь, во имя Христа, успокойтесь, примиритесь! Люди! Не гневайте Всевышнего! Ну стой! Стой, стрелять буду! Стой! Твой муж бунтовщик! Прекратите немедленно! Вы нарушаете законы шариата! Пошел вон! Застрелю! А ну идем! Идем! Покажешь, где твой муж! Где твой муж? Говори! Malamen, nima bo'lsa? Сам пришел. O'ldirma. Biz seni o'ldirmaymiz. Стой! Это безумие, что вы делаете, они же безоружны. Они стреляли в генерала Скобелева! Он ранен! Совершаете величайший грех. Прочь с дороги!
Guljamol. Guljamol. Lapi. Nima deysiz? Hozir. Men sizga bir narsa ko'rsataman. Nima Qo'rqib ekan? ketmaysiz, ha? Qo'rqib Yana ketmang. sovg'ami? Ha, yo'q. Mana, qarang. Nima bu? Bu ajal keltiradigan bir balo ekan. Qayerdan oldingiz buni? Biroq podsho bizning odamlarimizdan bir nechtasini mana shu bilan otib o'ldirdi. Sizga nima kerak bor? Siz ham odam o'ldirmoqchimisiz? Qo'rqmang jonim. Men odam o'ldirmoqchi emasman, lekin o'zimizni himoya qilish uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Axir siz otishni bilmaysiz-ku. Bilaman. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oq podsho mana u yerini mana bunday qilib bosgan edi. Ichidan paq etib o't chiqdi.